4-chi qism. Hikoyamizning beshi anglarmanlarning yodida bo'lsa kerak. Bu o'rmonlikning o'ttirisidan bir daryo kesib o'tadigan degan edik. Endi shu daryoning bo'yidagi beliqchilar mahallasiga kelaylik. Bu beliqchilar mahallasida Sodir ismli bir beliqchi bor ekan. Hammaylar uni Sodir beliqchi deb ataydi ekan. Chunki u beliq tutishga nihoyatda mahir ekan. Sodir beliqchining Zahra ismli ayoli bor ekan. Bular turmush qurg'ili 10 yil bo'lib qolgan bo'lsa-mu, hozirgacha farzandi yo'q ekan. Zahra ko'p qitim Sodir beliqchiga farzandlik bo'la olishi uchun boshqa bir ayolga o'ylanish taklifini bergan bo'lsa-mu, Sodir beliqchi buningga faqatli qo'shilmabdi. Men seni bakli yaxshi ko'rmay xotin. Sendan ayrilib qolg'im yo'q. Baliq kesak, tilasang topasan debdiki. Bir kuni bizga bir bola nasib bo'lib qolsa, ajab emas. Sodir beliqchi hamisha shundoq deb ayoliga tasalli beradi ekan. Bularning uyi mahallaga qaraganda o'rmonlikqa bakrak yaqin ekan. Bu amriq er-xotin hayvonlar bilan nihoyatda ijil inoq o'tadi ekan. Har xil uchar qanotlar, jaran, kiyiklar, maymunlar, to'shqon va bo'rsiq qatorliq hayvonotlar bularning hovlisiga erkin ozodi kirib chiqib yuradi ekan. Bo'libmi aqlli maymunlar Zahraning eng yaqin qo'shnilari va hamrohlari ekan. Ular beliqchilik bilan turmush kechiradigan bo'lg'achqa, Sodir beliqchi har kuni beliq tutish uchun daryo bo'yiga chiqib ketadi ekan. Zahra hovlisidagi ozg'ini sayko'ktat va bir necha tup mevalik daraxtlar bilan haplashadi ekan. Ularning uyiga davomli mehmon bo'lib kelib turadigan maymunlarning orasida ikki bolasi bor, bir tishi maymun bor ekan. Zahra uni maymuna deb chaqirdi ekan va maymunaning bolalari uchun yeydigan narsalarni tayyorlab qo'ydi ekan. Maymunlarmi xuddi Zahraning so'zlarini tushunadigandak uning so'zlariga quloq selib o'ltirib ketar ekan. Sodir beliqchi uyiga qaytib kelganda Zahra maymunlar bilan bo'lgan qiziqarli ishlarni og'ziga tegmay so'zlab beradi ekan. Ba'zida shundoq o'ylab qolaman. Odam qo'shnilarimizga qaraganda maymun qo'shnilarimiz bakrak yaxshi. G'aybat qilishmaymiz, jidal majra qilishib qolmaymiz. Maymunlar texi odamgarchilikni bakrak biladi. Qo'lidan kelishcha ishlarimga yordamlashadi. O'rmondan yomi bilan og'ash keladi. Arzimas biyod ishlarga ranjimaydi, toptani qilmaydi, saxtipazlikmi qilmaydi. Zahra hamisha Sodir beliqchiga shundoq deb so'zlab ketadi ekan. Bugunmi Sodir beliqchi atdiganda beliq tutish uchun chiqib ketibdi. Zahra kirqat yuyish uchun daryo bo'yiga chiqibdi. Zahra kir yuyib o'ltirganda tuyuqsiz bir ovoz anglangandek bo'ldi. U atrofiga qarab, ovozning qaysi tarafdan kelganligini bilib bo'lguncha o'zidan azriqli neriga osmondan bir narsaning cho'lto'kkida tushganligini ko'ribdi. Suvga bir cho'kib, qaytadan suv yuziga chiqqan narsaning kichikkina bir bovoq ekanligini ko'rgan Zahra hech nimaga qaramasdan o'zini daryoga etibdi va hayol o'tmayla bovoqni qo'liga oldi. U bu bovoqning qayerdan kelib qolganligini bilmay taajjublanib osmonga qarabdi. Biroq osmonda hech nima yo'q ekan. Zahra hayronligidan birpas tengir qoldi. Qarg'aqa chiqib bovoqqa sinchilab qarabdi. To'limi o'moq chiroyli bodruqqini bovoqqa Zahraning shu on mehri tushib qoldi. U suvda eqib ketgan kirqatlarga qaramasdan qolgan kiyimlarini dasga silib, bovoqni ustiga yotqizib, dasni ko'tirgunicha uyga qaytibdi. Shuncha yildan beri bir farzandga tashna bo'lib kelgan Zahraning qalbi tasvirligisiz shodlikqa to'libdi. Acaba mening ahu faryodim palakka yetgan bo'lsa, buni osmondan tashlab berganmidi? deb o'ylabdi Zahra va o'ylagan siri o'zining bu his tuyg'usiga shunchalik ishinibdiki, oxiri qilchilik gumoni qolmabdi. Demisimi ochiq osmondan hech nima yo'q, yangi tug'ilgan bir bovoqning uchib tushishini boshqa nima deb tushuntirish mumkin? U xushalligidan qilg'ili qiliq topolmay qoldi.
bovoqning badallarini silab, yenish-yenishlab bag'riga besib so'yibdi. Bovoqning zimindagi bovoqlarga zodili o'xshamaydigan farqi bo'lmish kichikkina quyruqini ko'rib, uning haqiqatanmi o'zining nesivisi ekanligiga chin putibdi. Zahra bovoqiga qanday qilib kiyim kiydirishni xiyol qilib turganda, har kuni degudek uyga kirib chiqib turadigan mehmonlar kirib kelibdi. Bu mehmonlar ona bola maymunlar ekan. Bir bolasini agashtirib, bir bolasini ustiga mendirib olgan maymunani ko'rgan Zahra hayajon bilan: "Qarg'ina maymuna, meningmi senikidek balam bor bo'ldi. Lekin mening balam senikidan ko'p chiroyli." Maymunamu xuddi Zahraning bir bolasining bo'g'anligiga havas qilgandek asta kelib, uning quchuqidagi bovoqni purab tutib yiqishga boshlabdi. Dal shu chaqda bovoq yig'lig'ili turibdi. Bovoqni ko'tirib uyan-buyan mengib papilab, uni buni dapmi yig'isini to'xtatamabdi. Dal shu chaqda bovoq yig'lig'ili turibdi. Tit bo'lgan Zahra oxiri bovoqning qo'rsiqi ochqanligini bilib, bovoqni yotqizib qo'yib, darhol bulmoq atmoqchi bo'ldi. "Bovoqimga qarab turgan, balaring uni beharam qilib qo'ymasin-jimi?" Debdi u maymunaga va bulmoq etishga kirishibdi. Maymun bolalari o'zlariga o'xshab ketadigan bu maxluqqa qiziqib, bovoqning uya-buyalarini tutib beqishga uringan bo'lsa-mu, maymuna yo'l qo'ymabdi. Zahra bir tarafdan maymunaga bolasining tarafini qilg'ash, bir tarafdan bulmoq etayotganda tuyuqsiz bovoqning yig'idan to'xtaganligini sezibdi. Orqaga burilib shunda qargan ekan, maymuna bovoqni quchuqiga elib imitkilib turibdi. Zahra xushallik va hayronlikdan o'zini tutib ololmay kulib ketibdi. Uzoq o'tmayla bovoqning qo'rsiq to'yib, tatliq uyquga ketibdi. Maymuna bovoqni asta yotqizib, uningdan jiroqlashibdi. "Sana ko'p rahmat maymuna. Nima qilarimni bilmay qolgan edim. Sen holimga yetding. O'g'limning enikanisi bo'lding. Bundan keyin har kuni kelib bir vaqt bo'lsa-mu o'g'limni emitib bergin. Sana ko'p yaxshi narsalarni tayyorlab qo'yaman." Maymuna bolalar bilan Zahra tayyorlab qo'ygan yemekliklarni yeb, bir ozdan keyin o'rmonlikqa kirib ketibdi. Zahra nepiz bir yog'liq bilan uxlayotgan bovoqni yepib qo'ygandan keyin ichiga sig'may qilayotgan bu xushalligini eriga qandoq deyishni planlashga kirishibdi. Hurmatlik anglarman. Juring. Biz birlikda o'rmonning xilvat go'zalligi va namxush havosidan huzur og'ash Sodir Beliqchini boshlab kelaylik. Sodir Beliqchi daryoning tinch oqingan yeridan tutgan 3 tal beliqni qarmoqi bilan mo'risiga ortib, daryoni bo'ylab mahallasiga qarab kelayotgan ekan. Tuyuqsiz osmondan bir nima tushib, uning beshini cho'mkibotdi. Qattiq cho'chib ketgan Sodir Beliqchi beshiga tushgan u narsani chaqqonlik bilan elib yerga tashlabdi. U aslida to'limi chiroyli gullar kashtilangan bir yo'gak ekan. Sodir Beliqchi yo'gakni asta qo'liga oldi. Ishiltilgan raxt va poqiroq jiplarning esilligidan odatdagi yo'gak emas ekanligi bilinib turdi ekan. Sodir Beliqchi yo'gakning qayerdan uchib tushganligini bilmay osmonga va atrofiga qarabdi. Biroq hech nima yo'q. Hayron bo'lgan Sodir Beliqchi to'labmi beqibdi. Biroq hech qanday sado kelmabdi. Atrofni izlabmi beqibdi. Hech kimni uchirtanmabdi. Ondan kulib ketibdi-da. Menga farzand bermagan palak yo'gakni bosma bergan o'xshaydi. Yo'gak bergan yerda bir kunlarda bolanimi berib qolsa ajab emas. Bu shahani yo'gakni ayolimga ko'rsatsam, u qanchalik xush bo'lib ketadi, degan hayajon bilan uyga qarab tez-tez qadam elishga boshlabdi. Erining ho'ylig'i yiqillab kelganligini bilgan Zahra xushallik bilan yugurib oldiga chiqibdi. Qaytib keldingizmi? Siz kelsangiz xushallik siz bilan tang keladi-jimi? Ha, mehribonim, keldim. Yana bir xush xabar og'ish keldim. Anglasangiz, cho'qim hayron qolasiz. Meningmi sizga bir xush xabarim bor. Mening xush xabarim bakrak hayron qolarliqmikin? Qani, hamsa siz avvaldan
Yo'q, azizim, avval siz ayting. Emsi ko'zingizni yumib turing. Zahra kulimsirab turib ko'zlarini yumibdi. Sodir beliqchi yo'gakni asta ayolning qo'liga tutqizibdi. Ha, endi bo'ldi. Ko'zingizni ochsangiz bo'ladi. Zahra ko'zlarini ochib, qo'lidagi yo'gakni ko'rib hayron qoldi. Vah, nima degan chiroyli, nima degan go'zal. Buni nerdan topdingiz? Bu cho'qirang. Osmondan tushgan omad. Meni aldag'atsiz. Oldimidim, rost. Yoqtirdingizmi? Albatta. Bu bir yo'gakkan-ku. Sizga yetkazadigan xush xabarimdan xabaringiz bormi? Yo, xabarim yo'q. Qani danga. Sizning xush xabaringiz nima? Ha? O xush xabarning yo'gak bilan munosabati bormi? Qani, uyga kiring, ko'zingiz bilasiz. Zahra erini qo'ldan yetlab uyga kiribdi va yog'liqni asta ichib balini ko'rsatibdi. Xotin, Qandaq? Mening xush xabarim bekrak hayron qolarliqmikan? bu bola qayerdan keldi? Bu bola kimning bolasi? Ha? Bu qanday ish? Bu bizning balamiz osmondan tushdi. Yo'gakni osmondan tushdi desam, menga chaqchaq qilyapsiz ya, ha? Chaqchaq qilmang-a. Bo'ling adanga. Bola qayerdan keldi? Chaqchaq qilmadim, rostdan osmondan tushdi. Darhol menga rost gapni dang. Meni to'la terikdimanga. Bu chaqchaq qiladigan ish emas. Shuning bilan Zahra beshidan o'tganlarni tafsiliy so'zlab beribdi. Sodir beliqchi gangirab turibla qopdi. Yo'gakning osmondan tushganiga hayron qilib, aqlimga sig'dirolmayapsam, osmondan buvoq tushadigan ishmi bormi hamda? Bu qanday ish to'xotin? Hey, biri avorchilikqa yo'l qilib qolmasmiz, ha? Menmi ko'p o'yladim. Bak ko'p o'ylab, atrofni izladim. Ammo har qancha o'ylasammi, bu balani bizga osmondan tashlab berganidan bakrak ishontirarlik sabab topamadim. Er ayol ishkaylan uni o'ylab, buni o'ylab, uni deyishib, buni deyishib, oxiri bu balani o'zining balasi deb qabul qilishga kelishibdi va qaytadan boshqacha xushallikqa cho'mibdi. Shunda qilib, o'nlab o'g'limizga nima deb ism qo'yamiz? Isminimi osmondan tushidi debdikan. Mana qarang, yo'gakning burjigida bir ism bor ekan. Samandar. O'g'limizning ismini Samandar qo'yaylik. Ha, bo'ladi. Bek chiroyli ism ekan. Samandar deb qo'yaylik. Sodir beliqchi samandarning quyruqini ko'rgandan keyin cho'ng bo'lganda boshqa bolalar masxara qiladi deb jip bilan ching bog'lab quyruqni kichik vaqt